kitoblar nima deyilmasa kerak? Mening nazarimda kitoblar kim? Chunki bu kitoblarda ortida taqdirlar yotadi. Kitoblar shunchaki dunyoga kelmaydi. Bu insonning iztiroblaridan, insonni quvonchlaridan, orzu-armonlaridan, dardlaridan, xullas kalom insonning qalbida qanday tuyg'u bo'lsa, qanday hayajon bo'lsa, qanday tushuncha bo'lsa, qanday tafakkur bo'lsa, mana shularda hammasi hosilasi kitob bo'ladi. Demak, unda ruh bor, unda jon bor. Faqat xuddi sizga o'xshab, bizga o'xshab yura olmasligi mumkin, odamlarga o'xshab oyoqlari bo'lmasligi mumkin. Lekin uning qalblariga kirib boradigan qanotlari bo'ladi. Bu qanotlari qanot qoqib insonni qalb atalmish buyuk bir manziliga deymizmi, vataniga deymizmi, yurtiga deymizmi, nima deb atalsa ham mana shu qalbiga kirib boradi va o'shaning qalbida sayray boshlaydi. Xuddi bulbul yangliq. Kitoblarni bulbul deyishim mumkindir balki. Har qalay inson qalbini bir qalbdan ikkinchi bir qalbga boradigan, ikkinchi bir qalbga parvoz qilib boradigan, uchib boradigan bir qush va mana shu qush bir qalbda sayrab, bir qalbning dardlarini, armonlarini hammasini olib, ikkinchi bir qalbni xabardor qiladi va mana shu ikki qalb o'rtasidagi muqaddas va uzilmas rishtalarni yana ham mustahkamlaydi.